1018 hadis عن كرس ابن علقمة الخزاعي. كرس ابن علقمة خبرته قال رجل bir vaqt bir kishi aytdi: "Ya Rasululloh, ey Allohning elchisi, hal al-islam min al-muntaha?" İslam qachon bo'lsa da bitishakmidi? Qala ayyuma ahlul baytin. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Nindigina yurtqa min al-gharabi aw al-ghajami aradallohu bikim khayra adkhala alayhim al-islam." Agar Alloh Rabbimiz biror yurtqa g'arablardan bo'lsinmi, ya'ni g'arab bo'lmagan boshqa xalqlardan bo'lsinmi, agarda shularga xayrlik tirik ekan, ularga narsa? Ularga islom kirdi. Ularga islom nuri bera, ya'ni bu kishilarni musulmonlardan aytdi. Shunga ko'ra agar sen bugun islomga nechikda bo'lsa tortilasan ekan, ya'ni sening oilangdan, sening yurtingdan bir kishi islomga tortilar ekan, demak Alloh senga narsa, sening yurtingga, sening oilangga xayrlik tilaydi. Alloh senga xayrlik tilaydi. Shunga ko'ra bu yo'lingdan nig'it, bu yo'lingdan burilma. Ham kirisincha, agar sen bugun o'zingda, ko'nglingda islomga nimadir qarshilik tuyasan ekan, islomga nimadir ko'ravmalik, nimadir oshuvni chiqarar ekan, musulmonlar oshuvni chiqarar ekan, yurtingga islom keluvini tilamaysan ekan, demak Alloh senga xayrlik tilamaydi. Demak senga Alloh xayrlik tilamaydi, ham bu bir qo'rqinish belgi. Senga direkt tövbaga kelishlar kerak. Senga direkt musulmonlar tunda yaxshi bo'lar kerak. Shunga ko'ra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: Alloh biror yurtqa xayrlik tilaykan, ularning yurtlarına islom kirdi. Davom etib aytdi: "Summa taqagul fitanu ka'annaha al-zulal." Shundan so'ng musulmonlarga fitna kelashak. Kulaga simon musulmonlarga fitna kelashak. Qala rajulun, shundan so'ng bu kishi aytdi: "Kalla, vallohi inshaalloh qol." Shunda bu kishi aytdi: "Yo'q de, inshaalloh islom bitmayacak de." Payg'ambarimizga aytdi. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Bala, yo'q shul de. Vallazi nafsi biyadihi, mening jonim aning qo'lida bo'lgan zot bilan ant etam de. Summa ta'uduna fiha asawida subba yadribu ba'dukum riqaba ba'din." Shunda payg'ambarimiz aytdi: "Yo'q de, shundan so'ng de siz de, ya'ni ular musulmonlar bir-birlerine tashlanu sababli yılanlar simon bo'lurlardi. Yılanlar simon bo'lurlardi, subhanalloh." Ham biz bugun qizg'anishga qarshi naq bugun shu halni ko'ramiz-da endi. Biz bugun qizg'anishga qarshi bugun naq shu halni ko'ramiz-da endi. Hatto balakaygina respublika yerlarida da, hatto balakaygina shahar yerlarida, hatto endi yiroq ketadigan nindir balakaygidan da 50, 40, 30 yurt bo'lgan uydadagi kishilar bir balakaygina masjiddan nidir bo'lishalar, subhanalloh. Birdamlikka dürüst İslamga kela almıyorlar. Nersedir buluşalar, mezhep buluşalar, başkasın buluşalar, tigissin buluşalar, kiyim buluşalar, urun buluşalar. Nersedir haman jitmeyi. Nerse bulasız siz. Nerse bulasız siz, indi size kadar bütün nerse bulungan mit indi. Anda bitne bularga nerse de yok. Anın için nerse akşa biriler mi? Nerse bulasız. Nersedir haman talaşalar, nersedir bule almıyorlar, red bule almıyorlar. Şul bir redke namazga safka bakında da şunda da bir demlikle kil almıyorlar. Birisi balay basa, birisi ayaklarını balay koya, birisi şpagatka basa, birisi Charlie Chaplin şekilli basa. Bu birisi kulların balay koya, birisi kulların balay kötere, bir demlikle kil almıyorlar. Bir demlikle kil almıyorlar. Bu nerse, bu kızganışa karşı Allah'ın bize bulgan nersesi aşuvi, çünkü biz Kur'an ham sünnetten ayrıldık. Kerak tugul mening ortimdan yerga, kerak tugul aning ortidan yerga, kerak tugul aning ortidan yerga. Kim ortidan yerga kerak? Kim ortidan yerga kerak? Alloh ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yerga. Agarda namozga bosgan ekan, bos nechik payg'ambarimiz bosgan. Abu Hanif bosgan shekilda tugul. İmam Malik bosgan shekilda tugul. Abi babalarimiz bosgan shekilda, Shafi'i bosgan shekilda tugul. İmam nechik payg'ambarimiz bosgan.
Namozni o'qiysan ekan, o'qi nechik payg'ambarimiz o'qigan. Masjidda narsadir bo'lishasın ekan, qoya. Payg'ambarimizga, Allohga ham payg'ambarimizga Alloh subhanahu va taolo narsa aytdi Qur'onda. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasulih. Agar narsada bo'lsa qarshilikqa keldingiz ekan, so'z qaynashtirasiz ekan, qoya aylanib qaytыңыз. Allohga ham uning payg'ambarina. Alloh kim ol Allohga? Kim ol? Allohga qaytinishik, Qur'onga qaytu, payg'ambarimizga qaytinishik, sahih hadislarga qaytu. Shunga ko'ra bugun qizg'anishga qarshi endi biz shu fitnani ko'ramiz. Ham endi musulmonlar bir-birisine uramda shit itlar bir-birisine tashlangan şekilde tashlanalar. Uramda shit itlar tashlangan şekilde tashlanalar. Endi bugun biz shunga ko'ra kulki masxaraga qoldik. Kulki masxaraga qoldik. Boshqa din ahllari, hatto dinsiz bo'lgan kishilar da bizga qarab kular. Shuning uchun ular islomga kirmayar. Shuning uchun ular masjiddan aylanib o'zlar. Ne uchun? Chunki ko'ralar nechiganda siz bir-biringizni hamon bo'asiz, siz bilan jabrlisiz, bir-biringizni masjidlardan quvib chiqarasiz, masjidlarga kiritmaysiz, narsadir bo'lasiz. Endi bularga narsangiz yo'q, lekin narsadir bo'lasiz. Yarar endi millionlar bo'lsangiz, nindir siz bo'lasiz, nindir e'tiqod bo'lasiz. Subhanalloh. Shunga ko'ra shu fitna narsa bugungi kunda keldi, ham biz uni ko'ramiz. Şeyh ayta bu hadisga tafsir asab hazal hadisi fiki mu'jizatun nabi sallallohu alayhi va sallam annal fitna satakun. Hamda payg'ambarimizning mu'jizasi, chunki payg'ambarimiz aytdi bit shunday fitna bo'lacak deb. Mana o fitnalar bugun keldi endi. Va annal fitna satakun va anna hazihi al-ummata sayakunu baynakumul ghadawata wal qital. Bu ummatda dushmanlik bo'lacak musulmonlar orasida. Ham o'tirish bo'lacak. Ham biz uni ko'ramiz. Ana illarda bir-birimiz bugun kimlar so'shalar boshqa illarda? Musulmonlar bilan musulmon bo'lmaganlarmi? Yo'q, musulmonlar bilan musulmonlar so'shalar. Musulmonlar bilan musulmonlar so'shalar. Bir-birini o'tiralar, bir-birisining mollarini allar, bir-birini g'ayblilar. Ham bu narsaning sababi. Dindan yiroqayu sababi. Kishilarning dindan yiroqayu. Kama qala sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa hadis aytdi: "La tarji'u bag'di kuffara minnan so'ng kiri kufrlikka aylanib qaytmag'iz dey. Yadribu bag'dukum riqaba ba'd." Bir-biringizning mo'ynidan chopib. Shunga ko'ra musulmonlarning bir-birini o'tiruv narsa ul kufrlik. فذكر أن ذلك واقع لا محالة وهو كذلك لا شك في ذلك. Ham bu narsa bo'lacak. Ne uchun bo'lacak? Chunki payg'ambarimiz bundan turda bizga aytdi, ham biz uni bugun ko'ramiz. Lianna wahyun min indillahi tabaraka va taala. Chunki bu Allohdan tushgan narsa vahyi, откровение, vahyi bo'ladi. To'yib. Va makuna to'ifatun. To'yib. Va fihi bayanu an fushuwil jakri fi akhir zaman. Shulayq bunda qiyomat kuni oldidan oxirgi zamonda narsa taralashak kishilar orasida jahillik, nodonlik, tumanalik, qorong'ilik, g'ilimsizlik, tupaslik, bular barcha taralashak. Chunki biz uni bugun ko'ramiz endi. Waqabdul g'ilmi bi mawti ahlihi. Ham endi dinning, g'ilimning yo'qoluvi narsada g'olimlarning vafot bo'luvi bilan, g'olimlarning vafot bo'luvi bilan ham endi biz buni ko'ramiz. Hatto bizning jirliklarda nindidir bir g'ilimsiz kishi kitobni kishining payg'ambarimizning sahih hadislarini o'qib shuni kelib aytgandan so'ng aytgan narsa dey: "Allah sen bu kitobni o'rganib narsa bunda g'ilim olmoqchi bo'lasizmi?" dey. Ya'ni Onun sözü bulay. Allah sen peygamberimizin sözlerini okuyup g'ilim olmoqchi bo'lasizmi deyip. Bu kişinin butunlay musulmon bo'luvunda shik tuva. Bu kishi musulmon ekan, Allah kim ekan bu? Ya'ni sen Allah peygamberimizin hadislarini o'qib g'ilim olmoqchi bo'lasizmi deb aytadi kishilarga. Astagfirullah. Va zalika bisababi qatli ba'din nasi ba'dan zulman va g'udwanan. Ham bu so'zlarni biz endi aytdik. Allohu a'lam.